Unda boshlaymiz. Ko'rinayotgan bo'lsa, sizlarga bugungi mavzu Photoshop dasturida instrumentlar paneli bilan ishlash edi. Demak, eng boshidan boshlab yangi varaq ochishdan boshlab o'tib ketaylik. Mana Savzat tugmasi bilan yangi varaq ochishingiz mumkin. Demak, yangi varaq ochgan vaqtda e'tibor beradigan jihatlaringiz nimadan iborat grafikadan? Demak, mana bu aynam ko'rinyaptimi sizlarga hozir ustiga ochilgan ayna? Ko'rindi, ko'rindi. Ko'rinsa mana bu yerda piksel deb turibdi. Piksel emas, santimetrga qo'yamiz. Oddiy endi bilasiz, qog'oz santimetrda o'lchaymiz. Santimetrda o'lchagan vaqtda A4 bumaga bo'lsa uni bilasiz. Oddiy rasm qilib ishlamoqchi bo'lsangiz, onda 9 ga 16 bo'ladi. 9 16. Keyingisi расширение bu. Demak, bir pikseldagi dyumlar bir dyumdagi piksellar soni. Demak, bir dyumda 72 ta nuqta bor degani bildiryapti. Bu rang turlari. Demak, RGB bu kompyuterda o'zi RGB rangda ko'rinadi rasmlar. Smyk degan bu nimaga printer chiqaradigan rang. Bu rang hajmi kattalashib ketadi bu rangda, lekin baribir ekraningizda ko'rgan paytingizda RGB da ko'rinadi. 8 bit endi bu umumiy holati, ya'ni o'lchavi endi bu kattalashgan sayin bular tiniq ko'rinadi, lekin o'lchavi ham shunday kattalashadi. Mana o'ng tomonda qarasak razmerda ko'rsatyapti. 339 da 2 kilobayt deyapti. 16 bitga qo'ysam уже 678 da 3 kilobayt oshib ketyapti. 32 ga qo'ysam mana 1 da 32 megabayt oshib ketyapti. Bu tiniqlik, ya'ni izobrazение katta rasm chiqarmoqchi bo'lsangiz o'sha paytda tiniqlikni bildiradi. Endi standart 8 bit. Okey desak bizga shu varaqni ochib beradi mana. Demak, sizlar bilan instrumentlarni o'rganib chiqishimiz kerak. Birma-bir ko'rsataman, e'tibor bilan qaraysizlar. Sizlarning o'zlaringizga kerak. Mana bu eng birinchisi instrumentning mana bu yerga olib kelib qo'ying. Tak. Birinchi instrument bu nimada turibdi? Sizlarda bergan ma'ruzada turibdi. Birinchisi перемещение degan ustiga borib mishkani olib borsangiz, mana перемещение klavishdan V degan harfni bossa ishlaydi deydi. Bu belgilangan obyektni har tomonga ko'chirish yoki qolgan tugmalar ishlatgan vaqtda keyin shu tugmani vazifasini ishlatish uchun shu birinchi tugma bosmasini ishlamaydi. İkincisi, demek ikincisining yonida e'tibor bersangiz kichkina belgichasi bor, mana kichkina belgicha. Mishkani o'ng tomonga bossangiz, buning ichida qolgan instrumentlarni ko'rsatadi. Qolgan instrumentlar. Demak, bu ichida 4 ta bor ekan. Umumiy oladigan bo'lsak, bu 4 tasi ham obyektni tanlash uchun ishlatiladi. Demak, birinchisi prямо угольная область degan. Demak, to'g'ri to'rtburchak sohani tanlash degan. Mana bir marta bosib turib, ekranda mishkani yuritsak, sohani tanlaganini ko'rsatadi. Siz to'rtburchak shakl hosil qilasiz mana. Ikkinchisini oladigan bo'lsak, avval demak, bu aylana shakl mana. Aylana shakl. Siz aylana shakldagi obyektlar mumkin. Aytaylik, emblema, boshqa narsalarni belgilab olib, nusxasini olish kerak bo'lsa, siz aytishingiz mumkin, davomli to'rtburchak bilan qilib ola olamiz-ku tashqarisidan deb. Lekin uni emblema tashqarisida oq, ya'ni ortiqcha burchaklar, mana bunday burchaklarda oq joylar hosil bo'ladi bunday burchaklarda. Chunki to'rt burchak bo'lyapti. Emblemadan tashqari qismi orqasini fonni bilan oladi. Agar aylana qilib olsangiz, mana aylana u shu emblemani to'g'ri belgilasangiz, undan boshqa lishniy joyini olmaydi. Shuning uchun kerak bo'ladi. Endi qolgan ikkitasi nima ish qiladi? Bu ikkitasi, demak, birisi gorizontalniy stroka, demak, bu mana xohla bir qator belgilaydi, kattalashib ketmaydi. Mana qator. Demak, bitta qator
joyini belgilashingiz mumkin. Shundan katta bo'lmaydi. Ikkinchisini oladigan bo'lsak, bu vertikal strak ustun mana ustun. Bir ustun obyektni tanlaydi. Ustun bir ustidan kattalashib ketmaydi. Qayerdan tanlasangiz ham bitta ustun bo'lib qoladi. Agar yana bir narsa bor Photoshopda. Mana xohlagan joyini tanlab qo'ysak, endi tanlangandan keyin boshqadir qandaydir bir filtr boshqa narsalar qilmoqchi bo'lsangiz yoki bitta instrumentlardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, tanlangan sohadan boshqa joyga ishlamaydi. Masalan, tanlanib turibdi, hozir mana bu to'rtburchak. Sirtida bir qanday shakl bo'lsa, siz qaysidir o'chirgich boshqa instrumentni olib o'chirmoqchi bo'lsangiz, bu taraflarni o'chirmaydi, faqat tanlangan sohani ichida ishlaydi. Mana shuni ham inobatga olib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi endi bu yerda 3 ta guruh bir-biriga o'xshash. Mana bu birinchi guruhga tegishli 4 ta narsa bor. 4 tasi ham sohani tanlaydi. Ikkinchisi mana bu yerda uchinchi umumiy ro'yxatda uchinchi bo'lib turgan 3 ta instrument bor. Bular soha tanlaydi, umumiy aytadigan bo'lsa, tanlash vazifasini bajaradi. Endi bu bilan buning nima farqi bor degan. Endi bunda lasso degan instrument bu birinchisi. Lasso degani ixtiyoriy sohani tanlash mana. Ixtiyoriy belgilab olaveramiz mana. Belgilab ketaveramiz. Buni tugatish uchun birinchi tugmaga kelmasangiz tugamaydi mana. Birinchi tugmaga keluvdim, tugadi. Agar siz deb aylanib yurib turib mana birinchi tugmaga olib bormasangiz bu tugamaydi. Ya'ni hozir uzuk-uzuk mana chiziq hosil bo'ldi, demak shu soha tanlandi. İxtiyoriy bu bunday aytganda urchka bilan chizib olganga o'xshagan kerak joyingizni tanlab olishingiz mumkin. İxtiyoriy belgilab olishingiz mumkin. Bunun ikkinchisi bor endi. Prямо lineal lasso. Bu to'g'ri chiziq, mana chiziq paydo bo'ladi. Demak mana bir marta chat tugmasini bosaman, yana bir marta bosaman deb har joyga bosaman, ana shu paytda u qatib keladi, bo'lmasa qatmaydi. Izi to'g'ri chiziq bo'lib qoldi. Buni instrument ham avvalgi o'xshagan boshlangan nuqtaga borish shart. Agar mabodo masalan siz belgilab ketyapsiz, deylik, xatolashib ketdik mana bu yerda. Buni o'chirish shart emas. Del degan tugmani bosib mishkani sursangiz, mana ketma-ket o'chadi mana. Delni bosib sursangiz. Shift'ni bossangiz, Ctrl'ni bossangiz degan narsa bor. Shift'ni bosib qo'shimcha soha qo'shish mumkin. Qo'shimcha soha. Qo'shimcha sohalar qo'shish mumkin. Shift'ni bosib aylantirdim mana. Bu joyi, tegib turgan joyi bu shaklga aylandi mana. Shuning uchun bu instrumentda Shift, Ctrl, Alt degan qo'shimcha instrumentlarni bilishingiz kerak. Ya'ni tugmalar yordamidan belgilashni. Keyingisi endi 3-instrument buning ichidagi magnitli lasso. Bu o'xshash rang bo'yicha belgilash degan. Endi rasm bo'lsa, yondan deb surib ketishingiz mumkin. Shu paytda o'xshash rangli sohadan deb o'zi belgilab ketadi. Hech narsa yo'q, o'zi belgilaydi. Lekin mana bundan avvalgi o'xshagan delni bosib orqaga qaytarsak, mana bular qaytadi. Mabodo aytgan narsangiz o'xshamayapti, sal qiyshayib ketsa, mishkani chap tugmasini bossangiz, sizga qatiruvchi nuqtani qo'yib ketadi. Mana ko'pincha bunda nima deydi, bir ikkita odam bo'lsa, shu bitta odamni kesib olish kerak bo'lsa, mana shu instrumentdan foydalanib ishlatiladi. Shuning uchun buni boshlang'ich nuqtaga kelmasangiz, bular ishlamaydi. Mana boshlang'ich nuqtaga keldik, o'zish hosil bo'ldi. Endi mana tutib olib surib yuraveramiz. Qayerdan qirqib olish kerak. Va agar rasm bo'lganda buni surib olib ketar edi. Endi mana bu birinchi, ikkinchisi nimada ketdi? Uchinchisi mana bu yerda endi волшебная палочка degan bor. Волшебный палочка degan nima? Mana u kichkina qizchalar o'ynab yuradi. Nima makka poyani ustiga qanday bir nimalar qistirib. Bu ana shu narsa bu. Bu волшебный палочка degan sehrli tayoqcha. Bu o'xshash ranglarni belgilaydi. O'xshash birday rang. Mana oq rang birday. Faqat shu yerni belgilaydi. Agar biz mana oyog'i instrument bilan mana buni
belgilab qo'yib turib. Bunga rang berib qo'yaylik. Hozir buni bosib belgilasak endi. Faqat mana bu ichi emas, tashqarisini olib ketyapti. Oq rangni qabul qilyapti. Mana oq rangni bosdim. Endi mana buni ichiga bosdim, ya'ni bitta rangga, mana bu yerdagi rangga. E'tibor bersangiz mana buni belgilayapti, tashqarisini belgilamayapti. Endi bu instrument masalan nima deyish mumkin? Ko'rib yurgan narsalaringiz bor, rasmga tushasiz pasportga. Pasportga rasmga tushganda u pasportning rasmi o'zi fotoapparat sizga 3x4, 3,5 4,5 qilib tushirmaydi. Standart 9x16 o'lchamda tushiradi. Demak, sizni rasmni tushgan vaqtida arkasına birdek fon qo'yib tushiradi. Nima keragi bor degan fon. Uni keyin qo'yish ham mumkin-ku deb. Xo'sh, mumkin agar ana shu keyin qo'yish uchun shu rasmni qirqib olish kerak. Qirqib olish jarayonida mana shu instrumentni foydalansa bo'ladi. Odamning ustiga emas, teskari bosiladi. Mana orqa tomoni. Hozir mana bu yerda shu obyektni belgilash kerak deyapmiz deylik. Orqa tomonni bossang, endi sirti hammasi birdek rang bor. Shu ranglarni belgilab olib, endi shu belgilashni teskari belgilash mumkin. Teskariga aylantirish mumkin. Buning uchun tak mana выделение degan menyuda inversiya degan instrument bor. Inversiya. Bu belgilangan sohani belgilanmagan sohani belgilangan qilib teskari aylantiradi. Mana bosdim. Endi bizda bitta obyekt bo'lgandan keyin o'zi faqat e'tibor bering, tashqarisi belgilanib turibdi, buni o'zi belgilab qoldi mana sirti. Ya'ni mana bitta odam turgan bo'lsa, orqasi birdek fon bo'lsa, shuni qirqib ol desa, juda oson. Demak, orqadagi fon rangni bosasiz, fonni belgilaydi, aslida odamni belgilamaydi. Выделение degan menyudan inversiyani bosasiz, teskari. Az bosaman, yana teskari almashtirdim. Mana belgilanmagan soha bu yog'iga oq joyga o'tib ketdi. Mana shu bilan ishlatish mumkin. Keyingi instrumentimiz endi ramka degan instrument. Ramka. Bu instrument qirqish uchun ishlatiladi. Uzr, hozir bilmayman. Demak, mana keyingi instrument sizin boyag'i 3x4 rasm boshqa o'lchovdagi rasmlarni qilish uchun ishlatiladi. Mana ramka degan instrument. Prop, ya'ni ramka hisoblanadi. Klaviaturada Ctrl+C harfi bilan belgilab chiqarishimiz mumkin. Ha? Nomi ramki deyiladi. Crop, ya'ni ramki deb ataladi. Klaviaturada Ctrl+C harfi bilan belgilab chiqarishimiz mumkin. Suratni qirqish uchun belgilab olamiz. Aha. Demak, endi bu instrumentni foydalangan vaqtda e'tibor beradigan narsasi bor. Hozir men hech qanaqa o'lchov qo'ymadim. Xohlagancha mana qirqib olish mumkin. Lekin biz 3x4 rasm qilib chiqarmoqchi bo'lsak, unda nima qilamiz? Unda menyuda mana bu yerda menyuda turibdi, shirina visata degan joyi bor. Mana shu yerga yozamiz. Hozir men 300 ga 400 deyman, 400 deyman. Bu hozir pikselda turibdi. Demak, hozir bossa endi rasmni mana 3x4 o'lchovda. Bu o'zidan o'zi kattalashib ketmaydi, e'tibor bering mana. Katta bo'lib ketmayapti, xohlagancha ketmayapti. Buni tortgan vaqtda o'zi eni, bo'yini tengdek qilib kattalashtiryapti.
Endi siz aytishingiz mumkin, mana domla mana buni qo'ydingiz, kichkina-ku bu deb. 3 ga 4 emas deb. Yo'q, unaqa emas. Hozir men interni bossam mana. Uje rasmimiz 3 ga 4 bo'ldi mana. Bu liniykadan ham ko'rishingiz mumkin. Hozir orqaga qaytamiz. Endi mana katta qilib olaman. Buning sirtiga chiqib ketdim. Endi bu boyaqdan katta. Yo'q, baribir 3 ga 4. Nima farqi bor? Birinchisi bilan ikkinchisining. Bu degani siz mana bu to'rt burchakning ichiga kirib turgan sizni kerak joyingizni belgilagan vaqtda shu joyi uzoqdan yoki yaqindan tushirilgan shaklda bo'ladi. Mana o'zingiz pasportlaringizda ko'ring, ortiqcha joy yo'q. O pasportning rasmida pasportga rasmingizni o'zi zo'rg'a sig'ib turganday bo'lib turibdi. U standart 3 ga 4 o'lchamga, lekin ana buni yaqinroq qo'yib, mana yaqin ortiqcha joy qo'ymay turib kessangiz bu katta rasmga aylanib ketadi. Mana katta o'ziga yaqinga tushirilgandek bo'lib qoladi. Shuning uchun bu qirqqan vaqtda mana o'lchov agar bersangiz shu o'lchovda ishlaydi. O'lchovda olsangiz ixtiyoriy o'lchovda kesib beradi. Keyingisi bor edi raskroyka degan. Raskroyka bu kesish. Mana hozir kesyapti. Mana kesib. Bu kesganda hozir siz ko'ra olmaysiz. Buni ko'rish uchun bu rasmni internetga joylashtirish kerak. Internetga joylashtirgan vaqtda bu ishlaydi. Mana sizlar ko'rgansiz internetda qandaydir rasmlarni. Haligi alohida bo'lak-bo'lak bo'lib turadi. Ushlab olib turib ketma-ket joylashtirsam bitta rasm chiqadi. Mana sizga mana raqamlab kelyapti har kesgan emas. 5, 4, 9, 8 mana raqamlar bor mana bu yerda. Ketma-ketligi bu. Agar shu ketma-ketlikni joyiga joylashtirsang, bitta rasm chiqadi deganni bildiradi. Tushunarlimi? Evet. Keyingisi endi pipetka degan bor. Pipetkadagi rang tanlash. Bu masalan hozir mana pastda rang bor, hozir boshqa rangga qo'yib qo'yaman. Qora rangga qo'ydim, mana qora rang turibdi bu yerda. Mana pipetkani tanlab turib, men buning rangini bossam, rang palitrasiga shuni tushiradi. Bu degan nima? Masalan, siz qandaydir bir rasmni ishlayapsiz, restavratsiya qilyapsiz, ya'ni tozalayapsiz, lekin uning bir joydagi rangini ochiq, bir joydagi to'q. Xuddi shu to'q kerak rangni siz mana bu palitraga qo'yib bila olmaysiz. Ya'ni to'shki shu rang. Chunki RGB degan 3 rangning o'zi 16 milliondan oshiq rang bo'ladi. U nima degani? Eringiz 255 ga teng, G'ingiz 255, RGB'niz 255. Ya'ni 255 ning kubini chiqarsangiz 16 milliondan oshiq rang bor deganni bildiradi. Shuning kodini topish sizga amr maqol, uni topa olmaydigan aniq. To'shni shu svetni sal yaqin svet topishingiz mumkin, lekin chiqara olmaysiz. Siz pipetkani olib shu yerda kerak joyiga bossangiz, kerak joyga. Ana mana bir marta bossangiz shu joyning rangini sizga tanlab beradi pipetka. Keyingisi lineyka. Lineyka bu chizg'ich, lekin bu chizg'ich sizni mana hozir chizgichni eshitaman. Kimdir gapirdimi? Demak, lineyka chizg'ichda siz oddiy u chizg'ich emas bu. Ya'ni chizg'ichda oddiy uydagi chizg'ichda bilasiz, qo'yib turib ustidan chiziq chizasiz. U chizg'ich emas, bu o'lchovchi chizg'ich, bu o'lchaydigan chizg'ich. Sizning oddiy ana uydagi chizg'ichni qo'yib ustidan chiziq yurita olmaysiz. Bu o'lchovchi chizg'ich bu yerdagi. Keyingisi kommentariy. Kommentariy degan ya'ni izoh qoldirish. Endi bu qandaydir rasmlarda ko'rasiz, masalan, xaritalarda izoh bo'ladi. Xaritada shunday, shu xarita desang, har bir chiziqni alohida mana bunday qilib bir nima nomi, ya'ni har bir tumonni beradigan bu tumonni izoh qilib yozib ketishi mumkin. Mana hozir bu yerda zoomda bo'lgandan keyin bizga ekran to'liq sig'mayapti. Mana o'ng tomonda ana belgilangan joyda bu yerga men nima yozsam, ana shu joy izoh bo'lib qoladi mana. Buni ustiga bossak, endi keyingi birincisini tanlasak,
Mana izoh kommentariyada nima ekanini ko'rsatyapti mana. Endi buni bossam hali hech narsa chiqmaydi, chunki unga hech narsa yozmadim men. Mana shuning uchun bu kommentariya izohli kerak bo'lgan vaqtda ishlatadi. Undan keyingisi счетчик. Bu avtomat turda raqam qo'yib ketadi. Qayerga bossang ketma-ketlikda mana qaysidan keyin qaysi kelish kerak bo'lsa, raqam qo'yish shart bo'lsa, bosib o'tirsangiz shu raqamni ketma-ketlikda qo'yib ketaveradi. Ya'ni belgilash uchun ishlatiladi. Undan keyingisi endi bularni o'chirib tashlaylik. Так. Keyingi instrumentlarimiz точный восстановляющий kist degan bor. Endi bu rasmda ishlamaydi bu. Buni ishlatish uchun sizga o'zi asl men katta qilib ishlatyapman mana. Ko'rsangiz yo'qolib ketyapti mana. Ko'ryapsizmi? Yo'qolib ketyapti rasm. U mishkani o'ng tomonini bassa mana razmeri kattalash, kichraytirish mumkin. Bu yerda nima ish qilganini siz tushunmayapsiz buni. Chunki tushuna olmaysan. Bu eski Yozib olsun rasm dedi. bo'lsa ishlatish kerak. Ana eski rasmlar bo'ladi-ku. Mana chang bosib yotgan rasmlar bo'ladi-ku. Agar shunday shakldagi rasm bo'lsa, buni ishlatasiz. Shu vaqtda ustida yuritsangiz, bu degani umumiy aytadigan bo'lsak, ana orqasidagi nimani rangni ko'tarish uchun, tozalash uchun ishlatiladi. Восстановлять etadi. Tozalash. Hakkerlarga kerak bo'ladi. Eshitaman. Bu hakkerlarga kerak bo'ladi-da, bu yozuv yozilgan bo'ladi-ya, dokumentda. Shuni ustidan bosib o'chirsa, foni qoladi, yozuv o'chadi. Bu endi hakkar uchun chiqmagan. Umumiy Photoshopda siz eski rasmlarni tozalash kerak bo'ladi. Siz o'zlaringiz ham olib berasiz-ku, mana bizning eski rasmni yangi qilib chiqarib ber deysizlar-ku endi. Bo'lishi mumkin-ku eski. Ana shunday vaqtda ishlatiladi umumiy holatda. Mana восстановляющий kist deganlar. Endi keyingisi bor, undan keyin zaplatka degan bor. Zaplatka deganning tarjimasi nima? Assa gruppada bor-ku. Ana shuni belgilab olib, o'shani o'zini yozilmay qilib sursa bo'ladi rasmni. Eshitilmayapti ovoz. Zaplatka deganning tarjimasi nima umuman o'zi? Tarjimasi nima emas? Mishkani belgilab olmaydi siz. Rus gruppada bor deyapman-ku, bu yerda S gruppa bor-ku hozir. Ba'zi terminlarni bilmaymiz-da, rus gruppada bo'lsa. Ha, bizning ko'rgan o'risdan emas menga. Zaplatka degan yamash degan, yamash. Yamoq bosadi-ku, masalan, kiyimingiz yirtilishi mumkin, to'g'rimi? Tikib qo'yasizmi, kiyim yirtilsa? Ana shunday endi hozirgi kunda teskari bo'lib ketdi-ku zamon. Ana qizlar teskari shimlarni yirtib yuradi-ku. Aslida biz avvalda shunday yirtiq bo'lsa, tikib yurar edik igna bilan, to'g'rimi? Ana shunday narsa. Bu qay paytda oz qatadi. Mana hozir siz ekranimizda ko'rishingiz mumkin. Men hozir belgilayapman. Qarasangiz bir nima deydi, bir qandaydir bir chiziq bo'lib belgilanyapti mana. Belgilanyapti. Buni nima ish qildi? Hech narsa qilmadi domla deyishingiz mumkin. Bu birinchi belgilanadi, mana shunday shaklda. Belgilangandan keyin mana ichidan deb tortsam, pastga sursam hozir kattalashyapti. Ko'ryapsizmi? Belgilangan narsa. Xuddi shu narsa pastga tushyapti. Yuborib qolaman, yana joyiga qaytyapti. Masalan, nima deydi? Mang'lay deymi? Peshonamizda ajin bo'ladi-ku, ajin. Qarta yana stariklarda ajin bo'ladi. Endi u ajinni umumiy yamab tep-tekis qilsak, u o'zi belgi bo'ladi. U bir xil nima deydi, bir shakli juda bir kelishmay qoladi-da. Siz shuni sal ajinni tekislash kerak bo'lib qolsa, mana deb tur, belgilab olib tur, tortib pastga tortib yuborsangiz, tortib pastga kelgan joydagi rang yuqoriga ko'chadi, yamaydi shuni. O'zi yamoq uradi. Yoki nima deydi, bitta hol deymi, nima deydi? Shunday bor bo'lsa, shuni yo'qotishingiz kerak bo'lsa, mana hol bor joyini belgiladim, ushlab olib pastga surdim. Endi bu yerdagi svetni bu yerga ko'chiradi. Mana bu yerdan qara tepada oq svetga olib keldim.
ana shuni almashtirib ustiga qo'yib уже bunday aytganda silliqlab beradi. Masalan, ko'zga ko'rish uchun 3D obyektlarni ham Photoshopda ishlash mumkin-da. 3D obyekt bo'lganda siz o'rtasidan kesib ko'rasiz uni. Kesildi, endi qaytadan joyiga qo'ygan vaqtda u kesik bilinib qoladi, chiziq bo'lib qoladi. Shu chiziqni siz bunday qilib yonida yuritib, shuni bu tarafga sursangiz, bu tarafdagi shakl ustiga kelib tushadi-da, qarasangiz sizning kesilgan joy bilinmay ketadi. Shunday vaqtlarda bu ishlatiladi. Zaplatka degan. Keyingisi endi krasniy glaza. Kim biladi krasniy glaza nima ish qiladi? Ha? İşletib ko'rganlar bormi krasniy glazani? Yo'q. Hı? Krasniy glaza siz aytaylik bir rasmlarda spichka nima qilib ko'zi qizarib qoladi-ku. Bir spichka atraj etib qoladi bir vaqtlar. Demak, ana stenalar qizg'ilchi bo'lib qolgan vaqtda endi olgan rasmingizni ko'rsangiz ko'zingiz yaltirab qip-qizil bo'lib turadi. Ana shu paytda faqat bir marta bosiladi bu krasniy glaza. Ana faqat ko'zning ustiga borib bosiladi bu bir marta. Ko'z kerak bunga. Agar buni ko'p bosaversang, nima bo'ladi degan savol tug'iladi. Bu o'zi aslida rangi bor. Rangi jigar rangi, jigar. Ko'p bosaversangiz, rang o'zi shu ko'zning yonini ko'kartaveradi. Masalan, ayniqsa mana uylangan yigitlar ko'p edi bizlarning ana ayoldan qo'rqadigan bo'lsa, endi uradigan ayollar bo'lishi mumkin-ku. Mana nimadan chiqyapti-ku? Xotinim uradi deb yor-yordan. Shunday vaqtida siz unga kuchingiz yetmasa, rasmini olasizda, ko'zning ustiga bosib tashlasa, ko'zni ko'kartib tashlaysiz. Ya'ni ko'zning yonida xuddi qandaydir sinyak tushganini qo'yib bera oladi. Shu bu odamning sveti har xil bo'ladi, birdek bo'lmaydi har kim. Qanday ko'karadigan bo'lsa, realdagidek qilib ko'kartib beradi mana bu narsa. Sinab ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, endigisi kist. Endi kist degan ko'p joyda ishlatiladi. Mana bu hozir ko'rgan bo'lsangiz, kist hozir suryapman bu chunki kistda mana bu rang qolib ketdi. Kistda svet alvom yuradi. Buning shakllari ko'p kistning. Bu mishkaning o'ng tomonini bossangiz, mana razmer, birinchi turibda razmer, ikkinchi turibda jetkisni. Ya'ni bu silliqlikni bildiradi. Mana belgilagan vaqtda yonlari silliq bo'lib birdan uzilib qolmaydi. Endi buning shakli, endi pastda mana shakllar bor. Mana shakllar. Qaysi shaklda olib shunday narsa ishlatish mumkin? Masalan, mana buni olsangiz bu o't chiqaradi endi bu. Hozir oyna katta bo'lib turibdi, mana. Qarang. Deb bosib o'tiraman. O't ko'karayotganga o'xshayaptimi? Mana. Buni rangi bu yerdan, buning ham rangi. Kichkina qilsa, kichkina bo'ladi. Mana bu yerda rangni yashilga qo'ysangiz, demak, endi yashil o't ko'kartirib beradi mana. Mana. Vot. Endi sizga topshiriqlar berilgan edi. Telegram kompüter grafikasida Telegram kanalida Photoshoplar ko'rindiradi. Kelgan vaqtingizda buni so'rayman sizlardan. Shu topshiriqlar bajarmasangiz, ertaga xafa bo'lmang. Keyin ana 2-3 guruhning starsi bormi hozir gruppada? Sabr. Nasıl bo'ladi-ku? Mana lekin zaryadkasi yo'q ekan telefoningiz. Moningiz tugabdi. Marka. Keldim. Starsi bormi sabr? Babirning starsi bormi? Ha, bor. Assalomu alaykum. Yumshatmading? Ana guruhda aytganman, hali ham ertaga endi keladigan vaqtimiz o'zi bir oycha vaqt qoldi. Topshiriqlarni bajarib kelmasangiz, grafikada xafa bo'lmang, imtihon qo'ymayman. Yana
aytib qo'ying, ana o'rtaga tashlab qo'yibman. Umuman darsga kirmaganlar bor. U avtomat turda kirikka qolib ketdi. B2chi, B2ning starsi kim edi? Serdar. Sardar bormisiz? Kim bor B2dan yana? B2dan odam bormi? Bor, domla bor. Bormi? Ruxshona bor, Ruxshona. Eshitib ana ayting guruhlarni. Ertaga menda bunday bo'lib qoldi, menda falon bo'lib qoldi deb yurmasin. Shu topshiriqlarni bajarmasangiz men darsga imtihonga qo'ymayman kelgan vaqtingizda. Domla topshiriqlarni bajarib bitta fleshkaga tashlab borsak bo'ladimi? Xohlasangiz u fleshkangiz ham kuyib ketishi mumkin. Bir Telegram kanalga tashlab yig'sangiz juda yaxshi bo'ladi. O'zlaringizga, menga farqi yo'q. Tushunarli. Fleshkangiz kuyish darajasi qolib ketishda Domla bu birikta fanlarni, darslarni ko'rdimda o'sha rasm kesish, misol uchun biriktalar. Bu rasm kesganimizni sizga qanday ko'rsatib bera olamiz u qilib bergan ishlarimizni? yo'q, pastida undan boshqasi bor-ku, rasm kesishdan boshqasi. Masalan, o'zbekcha video bor. Ko'rganmisiz o'zbekcha videoni? Ichida kolonka yasaydi. Rasm kesishda qandaydir rasmni 3 ga 4 qanday